Yolg'izlikni har kim o'zicha tushunadi. Kimgadir u og'riq, kimgadir tinchlik, yana kimlardir uni erkinlikka qiyoslaydi. 26 fevraldan boshlab soat 19:00 da Nevo Films YouTube kanalida rejissyor Muhammad Omon hamda prodyuser Nusrat Abdurasulxonning Yolg'izlar nomli yangi serial namoyishi. Yolg'izlik insonni tarbiyalaydi, sabrga o'rgatadi. Erkinlik esa yo'ldan adashtirib, insonni hatto sindirishi ham mumkin. Shunday ekan, erkinlik boshqa, yolg'izlik boshqa. Hay, sendaqa ayolga, o'zi sendaqa ayollarni osib o'ldirish kerak. Qizi bo'lib turib, oilali erkakka yopishgan. Yordam beringlar, kim bor? Siz Zilola Mahmudovani o'limida ayblanasiz. Nima? U nimaga o'z joniga qasd qilgan? Bolamdan ayirmang, iltimos. Erini o'zi meni sevdi. Mekachim. Hozir oilasi bor, bolasi bor. Qanaqa kasal? Saraton. Ikkovini ham militsiyaga topshiraman. Qayerda u? Ket! Hayotimda bunaqa go'zal tasodifga duch kelmaganman. Erkinlik boshqa, yolg'izlik boshqa. Nevo Films YouTube kanalida kuzating.